Mana kollagen tayyorlab oldim. Ta'mini hozir ichib ko'rib aytaman sizlarga. Napitka, qanaqa napitka desam, limonli napitkani, ya'ni tipa fantani ta'mi keladi. Ichish неприятный emas, приятный. Yoqimli. O'zini sevuvchi ayollar, nafaqat ayollar, yigitlar, erkaklar hozir kollagen organizmimizga juda ham kerak. Sababi tashqi muhit omillari natijasida yuzda tez qarish jarayonlari tezlashib ketdi, ya'ni yuzga ajin tushish, yuzdagi muammolarda shunda kollagen sizlarga tez va oson yordamga keladi. Marhamat.